Assalomu alaykum, hurmatli chorvonalar kanalini obunachilar. Obunachilar mana cho'pon bola qo'ymasdan 6 sotishga ketdi. Bir kilo bergan bo'ldi, yarim kilo. Like bosing, mana cho'ponlar ketdi, xudo xolasa. Assalomu alaykum, Instagram kuzatuvchilari. Partiyani ham aka video davomida qo'yib borganmiz. Like bosib, oxiriga tomosha qilib turing. Tozalar kelgan. Alloh videoni davomida shunaqalarni ham yuklab borganman aka mana. 90 lik so'lovlar xudo xolasa yetib kelgan. Tozasini so'ragan akalarimizga xudo xolasa 7-partiyani olib chiqdi. Ishqibozlari bo'lsa zot uchun Arashan Qo'chqorda nomer 1-ni olaman degan akalar. Qanaqalardan keldi cho'pon bola? Azallardan keldi. Shu Arashanmi? Ha? Nima qilasan? Bos qo'y. Yotanga rahmat. Manzaraga bitta bahoni berib qo'ying. Yana mana shu yerda xudo xolasa sog'ingan obunachi akalarimiz bo'lsa, yana mana shu yer cho'pon bolani mini qo'y fermasidan katta obzorda videoga tayyorlaganmiz. Videoni boshidan cho'pon bola aytganday bitadan like har doimgidek chiroyli bosib turish esdan chiqmas hoji aka. Mana shu like bo'ladi. Bitadan like ni bosib turing. Yana zo'llaridan Qirg'iziston Bishkekdan xudo xolasa yetib keldi. Mana shu yerda chiroyli obzorini olib borib manzaraga bitta bahona berib xudo xolasa videoni oxiriga tomosha qiling. Cho'pon bolani muxlislariga, hammaga assalomu alaykum, hurmatli Chorvonalar kanalining ashaddiy obunachilari va har doimgidek chorva ishqibozlari, chorvador akalarimiz, chorvani arkasidan katta daromadni olib, maza qilib boqadigan obunachi akalarimizga Qirg'iziston Bishkekdan yana yangi partiya yetib keldi. Oxiriga tomosha qiling, obzorini olib boramiz. Bitadan like ni bosish esdan chiqmas hoji aka. Mana shu like bo'ladi, biz emas. Cho'pon bola uchun, cho'pon bola muxlislari bitadan like ni bosib turing. Buni undaqa tozalaridan, zo'llaridan xudo xolasa bugungi obzorga tayyorlaganmiz. Katta partiyani tayyorladik, obzorga olib chiqamiz. Mehnatimizga arzimagan mehnatimizga deydi-yu. Malol kelmasa, bitta like, bitta komment xudo xolasa sizdan kutamiz. Obunachilar kunimizga 20-may 2026-yil xudo xolasa bayram yaqinlashyapti. Katta aksiyani sizga hayitlik tarzida narxiga o'tib beray aka. Borganda bir hayitlik sizga bo'lib qolsin. Qur'onlik hafta yaqinlashyapti. Hop, ehsonchi akalarimiz ham xudo xolasa telefon aloqa qilsalaring, qo'chqorlarni zo'rlarini hop qilib beraveramiz. Zot yo'nalishda yaxshilarini qilib qo'yganman. Ketaveramiz. 20-may 2026-yil bugun xudo xolasa chorshanba. Hammani boshlangan kuni xayrli va barakotli bo'lsin. Hammani xonadonida shunaqa zo'rlari, yarichkalardan har doim boqishlik inshaalloh nasib qilsin. Zo'rlarini oling, biz chiqarganda yaxshi narsalarni xudo xolasa sizga ilinib tavsiya qilamiz. Bosib boradigan yertiga, bosib boring gaziga. Like ni bosib, videoni oxiriga ko'ring. Unda biz boshladik. Obunachilar, birinchi partiyamizga bitta ona bola, bitta qo'chqor, bitta oilani so'ragan obunachi akalarimizga xudo xolasa yetib keldi. Ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa Toshkentga doğru dastlabki qilib yetkazib beramiz. Zo'rini olaman degan akamizga mana aka. Bodom gullarini bir oilasi yetib keldi. Ishqibozlari bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Hop, obunachilar bolasi Qo'chqor birinchi bolasi mana aka. Zo'rini olib qo'shaman degan obunachilarimizga 3 tasini bir joyga oling, tavsiya qilaman. Xudo xolasa Toshkentga doğru dastlabki qilib yetkazib beramiz. Hop, obunachilar xudo xolasa mana birinchi bolasiga aka inasi ikkitish bash qo'chqor bolaligi o'rtadagi, shu onasi. Mana bu qo'chqori xudo xolasa yana yilga ham, undan yilga ham xudo xolasa ishlatdi bolasini olaman degan akalarimizga bir komplekt chiqazib qo'yib qoldim. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Anvarjon bitta chini ochib qo'ychi. Yoshlarga bitta e'tibor bering aka. Mana yangi ikkitish birinchi bolasi bo'ldi. Tolibboy qo'chqor bitta chini ochgan. Mana obunachilar qo'chqorni yoshiga bitta bahoni bering. Endi o'tyapti ikkitishga bo'ldi. Ishqibozlari bo'lsa, xudo xolasa narxini 15 million so'm bo'lsa aloqaga chiqaring. Uchalasini Toshkentga doğru yetkazib beramiz. 15 million so'm bo'lsa hop hisobini aka o'zingiz chiqarib
aloqaga chiqsangiz, dastlabkini qilib yetkazib beramiz. 15 million so'mga buni birinchi partiyamiz. Aloqaga chiqing, Toshkentgadir, xudo xolasa chiroyli dastlabkini qilib beraylik. Ishqibozlariga like-ta bosib, oxirgida tomosha qilib turing. Yana zo'rlaridan xudo xolasa yetkazib kelganman. Oxirgida tomosha qilib tursangiz, partiya qilib tayyorlaganmiz, apchika obzorga qo'yamiz. Videoni o'tkazmang. Zo'rlaridan xudo xolasa yana yetkazib kelganman. O'shalarni ham obzorga olib chiqaman. 15 million so'm bugungi senanar birinchi partiyaga qo'ydik. Ishqibozlari bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqib bog'lanurasizlar. Toshkentgadir chiroyli dastlabkini qilib yetkazib beramiz. Like-ta bosib, videoni oxirigacha ko'ring. Zo'rlari, yarchikilari bugungi obzorimizga yetib kelgan. O'shalarni apchika obzorga xudo xolasa qo'yamiz. Qo'chqorni ko'hri ham bitta ko'rsatib qo'ygan ekan mana. Qo'chqorni ko'hriga bitta bahoni bering. Spartmi, haqiqiy Spartini holatda turibdi. So'lig'ini ham bitta ko'rsatib qo'ygan. Mana aka so'lig'ini orqa gabaritlarga bitta bahoni bering. Mana shu xudo xolasa birinchi bolasi. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Toshkentgadir, Samarqandgadir xudo xolasa yetkazib qilib beramiz. Chiroyli qilib bog'lanib turing aka. 24 soat telefon qilavering, xudo xolasa ish bitirishga bugun yuramiz. Bemalol aloqaga chiqing. Zo'rini olaman degan obunachilarimizga xudo xolasa mana yetib keldi. Obunachilar ona bolani zo'rini, toza elita variantini so'ragan obunachi akalarimizga xudo xolasa yetib keldi. Ikkinchi partiyani apchitiga obzorga qo'yamiz. Chiroyli paddishkada turib, like-ta bosib qo'yish esdan chiqmasin hoji aka. Betidan like-ta bosing. Hop, mana buni toza elita hisori onasi, mana shu bolasi, bolani qarang aka suyakligini. Haqiqiy qo'chqorga tortgan ekan. Toza rashan qo'chqorga qo'yilgan ekan. Mana ona bolani zo'rini olaman degan ishqiboziga xudo xolasa sotamiz. Toshkentgadir chiroyli dastlabkini qilib beramiz. Aloqaga chiqing aka. Bugun yaxshi partiyani yetkazib kelganman. Foydalanib qoling. Aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa ishingiz chiroyli bitadi. Paddishkada turing. Har doim zo'rlarini ilib sizga obzorga qo'yaman. Xohlaganingizni tanlab, yoqqaniga aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa Toshkentgadir dastlabkini chiroyli yetkazib berish bizdan. Hop, onasini yoshini bitta oching deydim. Onasini yosh aka mana. Tekis ektis to'risini chiqazyapti. Mana shu birinchi bolasi. Har birimizga shunaqa zo'rlaridan boqishlik inshaalloh nasib qilsa. Bolasi 8 oylik, plus minus nari beradi. Qo'zi, sog'liq. Qo'chqorda zo'rini qo'shib bolani olaman degan akalarimiz xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Zo'rini olaman degan ishqibozlarga xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Hali bolasi aka qo'zi, juda bola narsa. Mashaalloh, har birimizga shunaqa zo'rlaridan boqishlik inshaalloh nasib qilsin. Tumorlar aka, onada tumor qarang. Mana qarab turing. Bolada tumorda, bola tuzilishi, yunglari, toni onaga tortgan, suyagi otasiga tortgan ekan. Narxini aka ishqiboziga sotaman, qo'ydi aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa 12 million so'm bo'lsa aloqaga chiqaring aka. 12 million so'm bo'lsa Toshkentgadir dastlabkini qilib yetkazib beramiz. Buni ikkinchi partiyamiz oldi. Yana oxirida ko'rib turing, yana xudo xolasa zo'rlardan ham kelib obzorga qo'yganman. 12 million so'm bo'lsa ishqibozlari bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolasa yetkazib beramiz. Chiroyli qilib. Bolasini yoshini bitta ochib qo'ying-da aka, mana yoshlari. Hali marjon yosh, o'ta bola narsa. Xudo xolasa aloqaga chiqing, yana kuzatib boring, xudo xolasa chiroyli obzor qilib bugunga olib boramiz. Paddishkada turib, kommentga chiroyli so'zlardan yozib turish esdan chiqmasin. Onasini razrezini bitta ko'ring dedim. Mana aka, onasini razrezi. Toza sor aka, elitnoy variantini so'ragan akalarimiz xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Ozgina orqaga suring deyana. Bo'ldi. Mana obunachilar qo'ydi. Parametr uzunliklariga bitta bahoni bering. Mana bolasi. Ikkinchi partiyamiz oldi xudo xolasa. Hop, obunachilar xudo xolasa kuzatib boring hoji aka. Yana zo'rlaridan xudo xolasa yetkazib kelganman. Chiroyli like-ni bosib, paddishga turing. Onasini ham qo'yib yuboringchi, qochib ketadimi? Qo'yib yuboringchi onasini ham. Zo'rlarini bugun obzorga olib chiqamiz. Paddishkada turing. 12 million so'm bo'lsa, aloqaga chiqarasiz xudo xolasa. Har bitta odamda xonadonda shunaqa zo'rlaridan boqishlik nasib qilsa, har doim hoji aka yaxshi niyat bilan bitidan like-ni bosish esdan chiqmasin. Buni 3-partiyamiz oldi. Tomosha qilib turing. Chiroyli bir arzon narxlarda xudo xolasa obzorini olib boraylik. Egizakni nomer 1 ni olaman degan obunachalarimizga xudo xolasa yetib keldi. 3-partiyamiz ketdi. 3-bolalari ikkala bolasi ham qo'chqor aka. Mana qo'zini qarang, qo'ziga bitta bahoni bering. Mana
Har birimizga nasib qilsin, qo'zlarga bitta baho oling. Zo'rini olaman degan obunachilarimizga xudo xolasa mana. Zo'rlari xudo xolasa bizning kanal Chorvonalarda olib boramiz. Hop, obunachilar ikkala bolasi Qo'chqor, 3-bolalari onani aka suyagiga bitta bahoni bering. Katta qo'ydi, egizini olaman degan obunachilarimizga yetib keldi. Mashaalloh. Mana hoji aka, bola baqishlari ideal tarzda. Yuzga yuzini olib boqaman degan obunachilarimizga toza hisoriylikda Qirg'iziston paroda yetib keldi. Qo'ydi qarang turishini. Zo'rini oling, har doim tavsiya qilganda zo'rini ilinamiz. Bola baqishiga aka bitta bahoni bering. Zo'rini olaman degan obunachilarimiz xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar, ishqibozlariga Toshkentga dor dastlabki aniqlik yetkazib beradi. Xudo xolasa oling aka, Toshkentga dor dastlabki aniqlik yetkazib beramiz. Ishqibozlari bo'lsa, xudo xolasa sotiladi. Narxini chiroyli qo'yib beraman. Bitta bo'yiga metr qo'ying. Bolalardan juda var, bitta bo'ylariga metr qo'yib bering deb. Xudo xolasa mana aka, onasini bo'yiga bitta bahoni bering. Shu yerdan balandligi mana obunachilar. Har birlarimizga nasib qilsin. On qarang, bo'yiga bitta qarang aka. Salkam 90ligini olaman degan obunachi akalarimiz xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Mana aka qo'ydi yoshlari ham bo'ylari. Mana obunachilar bo'ylariga bitta bahoni bering. Zo'rini olaman degan obunachilarimizga yetib keldi xudo xolasa. Mashaalloh, qo'ylarga qarang aka. Yoshini bitta ochib ketingchi mana obunachilar xudo xolasa. Yoshlari 3-bolalari 6 tishga bemalol o'ylanmay olaverasizlar. Ketdi. Narxini eshiting, xudo xolasa lol qolasiz. Ishqibozlari bo'lsa, xudo xolasa aka narxiga keladigan bo'lsak, 14 million so'm bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, Toshkentga dor dastlabki aniqlik yetkazib beramiz. Ikkala bola Qo'chqor, 3-bolalari 14 million so'm bo'lsa, ishqibozlarga ketaveradi. Mana 3-partiyamiz oldi. Yana tomosha qilib turing, zo'rlaridan xudo xolasa yetib kelgan ushaladi obzorga qo'yib olib chiqamiz. Ikkala bola Qo'chqor aka har yildan yilga ikkitadan bola beradigan olaman degan obunachilarimizga xudo xolasa yetib keldi. Katta egizach so'ragan obunachilarimizga yana tomosha qilib turing. Zo'rlarini olib chiqib obzorga xudo xolasa qo'yamiz. Like-da bosish esdan chiqmasin, like-da bosib turing. Tozasini olaman degan obunachi akalarimizga aka 4-partiyani olib chiqdik, xudo xolasa obzorga qo'yamiz. Haqiqiy arashamda nomeradin 1-ni olaman degan obunachilarimizga yetib keldi. Zo'rini oling, xudo xolasa tavsiya qilamiz. Like-da bosib, oxirigacha tomosha qiling. Yana zo'rlaridan xudo xolasa yetib kelgan. Partiya qilib bo'lib olib chiqaramiz. Ketdi. 4-partiyamiz oldi. Obunachilar bolasi urg'ochi, onasining yoshi 4 yosh. Mana shu 2-bolasi. Mana aka toza rashan tushgan. Qo'zini garbonasiga bitta bahoni berib qo'ying. Lekin nomeradin 1-ni olaman degan obunachilarimizga xudo xolasa yetib keldi. Inshaalloh onani turishini bitta bahoni berib qo'ying, aka oling. Hop, obunachilar bo'ylari ham oyoq qo'liga xudo xolasa bahoni berib qo'ying. Mana tushgan meva. Zo'rini tavsiya qilamiz, har doim zo'rini oling. Ishqibozlari bo'lsa sotiladi, aloqaga chiqarasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 12 million so'm bo'lsa, telefon qiling, Toshkentga dor dastlabki qilib yetkazib beramiz. Bo'ladigan narxi ammo. Menga ham arzon kelmagan. 12 million so'm bo'lsa, toza parodaligini olaman degan obunachilarimizga xudo xolasa yetib keldi. Ishqibozlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bolasi mana 1 oylik hali borgani yo'q. O'ziga bitta bahona bering. Mana obunachilar, qo'ydagi quloq tashishlariga bitta bahona berib qo'ying. Nomeradini olaman degan akalarimizga xudo xolasa ketaveradi. 12 million so'm bo'lsa aloqaga chiqing, Toshkentga dor dastlabki qilib yetkazib beramiz. Tozasidan yetib keldi xudo xolasa obunachilar. Yoshini bitta ko'rsatib keting edim. Yoshlari aka mana tekis 4 yoshda, mana shu 2-bolasi xudo xolasa. Hop, oxiriga tomosha qilib turing, yana ishqibozlariga zo'rlardan yetib kelgan. Orqaroqqa azan surib qo'yingchilim. Yana kuzatib boring aka, xudo xolasa Qo'chqor so'liq zo'llari yarchikilarni olib chiqib obzorga qo'yamiz. Partiya qilib bo'lib chiqazamiz xudo xolasa. 12 million so'm telefon qiling, Toshkentga dor dastlabki qilib yetkazib beraylik. Bolasini razrezini bitta ko'rsatib qo'yingchilim. Mana aka. Razrez, haqiqiy Dakanz razrezidan xudo xolasa mana. Bola bag'ishni qarang aka, bola bag'ishni qarang. Juda mehribon qo'ygan bolaga haqiqiy, xudo xolasa. Obunachilar xudo xolasa kuzatib boring aka. Bundan keyinga zo'r Qo'chqor so'lovlarim bor. O'shalarni olib chiqib obzorga chiqazamiz. Like-da bosib, videoni oxiriga tomosha qilib turing, xudo xolasa. Oling, 12 million so'm bo'lsa ketdi Toshkentga dor dastlabkasi, xudo xolasa bizning bo'ynimizga aloqaga chiqarasizlar.
Tozasini so'ragan obunachi akalarimizga Hoji aka bir jup tozasidan yetib keldi-yu. Toza 50 ta elitnoy variant Hissorlarda, xudo xolasa zo'rini olaman degan obunachi akalarimiz aloqaga chiqarasizlar. Mana 5-partiyamiz oldi. Mana shu partiyaga like arzisa, like-ni bosib, oxirgacha tomosha qilib turing aka. Mana soluqni ideal tozasini olaman degan akalarimizga yetib keldi. Zo'rlari xudo xolasa bizning kanal chorvanahlardan kuzatib borasiz. Har doimgidek oxirgacha tomosha qilib turing aka. Mana Qo'chqorga bitta bahoni bering. Tozalik tassorini so'ragan akalarimiz xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Qo'chqor qo'zi 10 oylik. Mashaalloh, sog'lig'ini turishini qarang aka. Nomer adim bir sog'lig'ini olaman degan akalarimizga xudo xolasa mana bir jup zo'ron olaman degan obunachi akalarimiz shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Ishqibozlari bo'lsa, xudo xolasa Toshkentga doğru chiroyli yetkazib beriladi. Hop, so'liq aka 2 tishga o'tibdi. Ko'k so'liq 2 tishga o'tibdi. Qo'chqori qo'zi. So'liq tishini bitta ochini mana yoshlardan qarang. Yangi 2 tishga chiqazdi. Qo'chqor hali qo'zi. Qo'chqor tishini bitta ochingdi. Mana obunachilar bo'ldi. Har birlarimizga shunaqa zo'rlardan boqishlik har doim zo'ridan nasib qilsin aka. Niyatda ham xohlasa yaxshi niyat qiling. Zo'rlarni boqishlik bizga nasib qilsin deb. Katta obunachilar narxi keladigan bo'lsa aka, menga arzon kelmaydi. Bu narsani joyida ham hech qachon arzon berib qo'ymaydi. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar, chiroyli yetkazib berishga harakat qilamiz. Obunachilar xudo xolasa narxi keladigan bo'lsak, 14 million 500 ming bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 14,5 million so'm bo'lsa xudo xolasa Toshkentga doğru chiroyli qilib yetkazib beramiz. Aloqaga chiqing, ish bitadi. 14,5 million so'm bo'lsa, mana 5-partiyamiz oldi. Uka dastlabkani qilib jo'natib yuboring deng. Chiroyli qilib yetkazib, dastlabkani qilib beraylik. Aloqaga chiqing aka, shunaqa tozalar, zo'llar kelganda, xudo xolasa foydalanib qoling. Obunachilar xudo xolasa yana kuzatib boring. Juda chiroylilar yetib kelgan. Arzon narxda qo'yib berib, xudo xolasa kanallarga yuklaymiz, foydalanib qoling. Zo'llari kelganda xudo xolasa 14,5 million so'm bo'lsa oling aka, 15 million bashkana ichmas. Oling, foydalanib qoling. Qo'chqorni razrezini bitta ko'rsatingchi, mana aka qo'chqorni razreziga bitta bahoni bering. Bo'ldi, ana handa ushlab turing. Solut razrezini ham bitta ko'rsatingchi. Bo'ldi, mana aka razrez korpuslariga bitta bahoni berib qo'ying. Obunachilar xudo xolasa kuzatib boring. 6-partiyani olib chiqib obzorga qo'yamiz. Like-ni bosib turing, chiroyli qilib. 14,5 million so'm naqsini qo'ydik aloqaga, xudo xolasa chiqarasizlar. Allah obunachilar xudo xolasa monopartiyamiz 6-partiyamiz bo'ldi. Like-ni bosib videoni oxirigacha ko'rgan obunachi akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Katta yirik suyagi kattasini olaman degan akalarimizga xudo xolasa yetib keldi obunachilar. Salkam metrlik qo'ydi. Bugun obzorga olib chiqamiz deb va'da qildik. Mana olib chiqdik. Toza Tianshan urg'osini olaman degan akalarimiz xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Ishqibozlari bo'lsa Toshkentga doğru chiroyli qilib yetkazib beriladi. Telefon qilaverasizlar aka mana. Katta sog'liqni so'ragan akalarimizga xudo xolasa. Hop, obunachilar xudo xolasa yoshlari 4 tish 2-qolinga aka. O'zi qildirilgan ekan qo'y, o'zida ikkita ko'ringan ekan bola. Endi avvalo shu narsa garantiya umuman berilmaydi aka. Nimaga aka? Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Hop, o'tgan yil ikkita tuqqan ekan. Egizakchini Tianshana deb bizga ham berdi. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa ishqibozlari bo'lsa Toshkentga doğru yetkazib beriladi. Bemalol telefon qo'ying, ish bitadi. Bo'yini bitta o'lchab o'taylik videoni boshidan bo'yiga bitta metr qo'yingchi. Mana aka, bo'ylariga bitta bahoni bering. 90lik salkam yerda mana balandligi. Qarab turing. 90ligini olaman degan akalarimiz bo'ladi. Telefon qilaverasiz, xudo xolasa narxini yo'lida qilib chiqazib beraman, chiroyli qilib. Obunachilar yoshlarini bitta ko'rsangda, men yoshlarini bitta ochingda, mana obunachilar. Tekis 4 tish shu 2-qoringa xudo xolasa. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 8 million so'm bo'lsa Toshkentga doğru yetkazib beraman ishqibozlariga. 8 million so'm bo'lsa ketdi. Dastlabkasi ham bizni bo'ynimizga. Like-ni bosgan bo'lsangiz bo'ldi. Like-ni bosib, portlatib yuboring xudo xolasa. Razrezini bitta ko'rsating dedim. Razrezlarga bitta bahoni bersin. Ana han dedi. Ozgina oling yana bu yoqqa. Ozgina bo'ldi. Mana aka, tagi naqini olaman degan akalarimizga xudo xolasa yetib keldi mana. Obunachilar xudo xolasa yana kuzatib boring. 2-3-partiya, 5-partiya, 6-partiya zo'r o'lyaptimi? Bundan bu yog'i ham zo'rlara chiqadi. Sarti aka, terib zo'rlarni yetkazib kelganman. Xudo xolasa aloqaga chiqib bog'lanurasizlar, xudo xolasa. Mana aka qo'ydi. Haqiqiy metrajni
bitta egizak tug'ib bersa, xudo xolasa 15 millionni ustida bemalol ko'nglingizni 100% to'q qila olavering. Katta narsani xudo xolasa olyapsiz, aloqaga xudo xolasa chiqa olasizlar. 8 million so'm bo'lsa, ket ishqibozlariga. Qo'chqorni lubitillariga xudo xolasa hoji aka, siz so'ragan tozasidan yetib keldi-yu. Nomeradan arashani zo'rini olaman degan ishqibozlariga, obunachi akalarimizga zo'rlarini har doim topib kelamiz. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiskani bo'lib, like-ni bosib qo'yish esdan chiqmasa ekan mana. Nasib har birimizga shunaqa zo'ridan nasib qilsa ekan, toza arashani bor, sog'lig'i bor akalarimiz shoshilib aloqaga chiqing va xolasa Toshkentga doğru chiroyli dastlabkani qilib beraylik. Qo'chqorga bitta bahoni bering. Nomer adini olaman degan akalarimizga da xolasa mana. Obunachilar, hali qo'zi tish buzmagan. Buni 7-partiyamiz oldi. Tomosha qilib tursangiz, arzon summada $8, $1200lik qo'ydi aka. Ozgina summaga qo'yib beraman. Aloqaga chiqib bemalol bog'lanaverasizlar aka. Qo'chqor turishini qarang. Mashalloh, hammamizga nasib qilsin. Toza narsa oling aka, har doim tozasini oling. Yaxshi bola beraveradi obunachilar. Hop. Narxi keladigan bo'lsak, 7 million 500 ming bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. 7,5 million so'm bo'lsa ishqibozlariga xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib Toshkentga doğru xudo xolasa dastlabkani qilib beramiz. Aka tagi oq, usti qizil, yuzi oqini olib qo'shaman degan akalarimiz shoshilib telefon qiling jigar. Mana Qo'chqorga bitta bahoni bering o'zingiz. 11 oylik qo'ziga qarang. Mashalloh. Oling shunaqa zo'ra kelganda foydalanib qoling aka. Arzon summa 7,5 million so'm. Ozgina foyda qiladi kelgan narxiga solishtirsak. Mehnatimizga qoladi xudo xolasa. Tirikchilik aybi shundan. Ichini bitta ochingchinim, yoshlarini bitta ko'rib keting ekan mana. Bo'ldi. Zo'rini olaman, sog'liqqa zo'rini qo'shaman degan obunachi akalarimizga xudo xolasa mana aka. Haqiqiy endi sovuyapti. Sog'liqqa bundan bu yog'i ishlashlarini xudo xolasa ko'rdik. Olib maza qilib qo'shib bolasini olaman degan akalarimiz aloqaga chiqa olasizlar. Shoshiling. Arzon summa aka 7 million 500 ming. Hozir shunaqa narx. Kech kuzga urug'lik sezon boshlanganda 1000 ustida. Bemalol fikringizni hech qayerga bo'lmay aloqaga chiqing. Xudo xolasa chiroyli dastlabkani qilib beraylik. Bitta razrezini o'girib qo'ying-da. Mana razrezlar. Bo'ldi, ana ham ushlab turaman. Bo'ldi. Mashalloh, razrezlarni qarang. Tikka razrez. Haqiqiy parodasini olaman degan obunachilarimizga. Tomosha qilib boring, yana zo'rlarini olib chiqib obzorga xudo xolasa qo'yamiz. Obunachilar xudo xolasa kuzatib boring. 8-partiyani olib chiqib obzorga xudo xolasa qo'yamiz. Hozda Karishnovoyda urg'onchi varianti xudo xolasa yetib keldi. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqarasizlar 9 oylik varianti. Har birimizga nasib qilgan monopartiyamiz Karishnovoy urg'ochini qo'sini olaman degan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqib bolaverasizlar ishqibozlariga xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beriladi. Har birimizga shunaqa zo'ridan boqishni nasib qilgan mana kech kuzga Qo'chqorga zo'r tayyor bo'ladigan variant yetib keldi, aloqaga chiqarasizlar. Obunachilar xudo xolasa narxi keladigan bo'lsa ekan, narxlari 5 million 500 ming bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. 5,5 million so'm bo'lsa Toshkentga doğru yetkazib berib dastlabkani qilib beramiz. Ishqibozlari bo'lsa xudo xolasa aloqaga chiqaring. Yoshlarini bitta oching dedim. Yoshlar aka mana yengil xudo xolasa qo'zi ushab turganda ochingchi. Bo'ldi obunachilar mana. Bitta bahoni bering o'zingizga bo'ldi. Xudo xolasa 5 million 500 ming bo'lsa ishqibozlariga qo'y sotiladi. Toshkentga doğru dastlabki qilib yetkazib beramiz. Hali qo'zi narsa kech kuzga Qo'chqorni zo'riga qo'shaman, yaxshi bola olaman degan obunachi akalarimiz shoshilib aloqaga chiqing. Monopartiya 8-partiyamiz oldi. Orqaroqqa azon qo'yingchi, orqaroqqa maylimi? Yana kuzatib boring. Oxirgi partiyani xudo xolasa olib chiqamiz, obzorga qo'yamiz. Like-ni bosib, oxirgida tomosha qilib turing. 5 million 500 ming so'mga aloqaga xudo xolasa ishqibozlari bo'lsa chiqa olasizlar, chiroyli dastlabkani qilib yetkazib beramiz. Oling aka toza rashanga qo'ying, siz aytgan natijada xudo xolasa bolani beradi. Oxirgi partiyamiz obunachilar 2 dona, biri Qo'chqor, biri so'lagan obunachi akalarimizga xudo xolasa yetib keldi. 6 oylik variantidan ekan, mana siz Qo'chqori bo'ladi, yonidagi urg'ochisi ishqibozlari bo'lsa aloqaga xudo xolasa chiqarasizlar. Toshkentga doğru dastlabkani qilib beramiz aka. Bir jup mana. Oling, zo'rini olaman degan akalarimiz xudo xolasa shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak 4 million 500 dan 9 million so'm bo'lsa Toshkentga doğru dastlabkani qilib beramiz. Toza yarichki variantlari xudo xolasa yetib keldi. Obunachilar qo'zilarga aka bitta bahoni bering. Sal hop
Qorong'uroq chiqib qoldi, ko'rinmayapti. Yorug'da beta ko'rsangiz aka, toza yarishga deysizda. 4 million 500 dan 9 million so'm bo'lsa ketdi ishqibozlariga. 6 oylik variantidan ekan. Yarishki, bir jup. Mashaalloh. Oxirgi partiyamiz bo'ldi. Like-ni bosib 4 million 500 dan aka, rasprodash oxiriga katta bonus qildik. Oling mana 4,5 million so'mdanga 9 million so'mga ketaveradi. Cho'pon bolani mini qo'y fermasidan obzor kuzatib bordingiz. Like-ni bosib, videoni oxirida ko'rgan obunachilarimizdan har doim Alloh rozi bo'lsin. Oxiriga bitta bonus mana qo'yib berdik. Mana so'lig'i, shunisi qo'chqori. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.